Qur'onning bitta oyati shaytonlarni butun bir shahardan qochishga majbur qildi. Bir shayxning hikoya qilishicha, u bir safar sobiq sehrgar bilan uchrashgan. U pichoqlarni olomon oldida jarohatlanmasdan ko'rsatib, ularni yonboshiga tiqib, sog'-salomat chiqarib olardi. Uni himoya qilayotgan shaytonlar legionlari qushab olgan edi. Lekin chiqishlardan birida mo'min yigit o'rnidan turib, Alloh, undan boshqa iloh yo'q, u tirik va qayyum zotdir, deb o'qidi. To'satdan shaytonlar tarqalib ketishdi va hanjarlar tanamga sanchildi. Shuning uchun men 3 oy kasalxonada yotdim. Kasalxonada shaytonlar meni ko'rishga kelishganida, men ularni qanday qilib meni tashlab ketdingiz deb tanbeh berdim. Ular yigit o'qigan Qur'on oyatlari sabab bo'lganini aytishdi. Shunday qilib, biz bu yigitdan qasos olishga qaror qildik, ammo natija bermadi. Va men ulardan uning siri nimada deb so'raganimda, ular javob berishdi. U hech qachon bomdod namozini o'tkazib yubormaydi. Tong otguncha Allohni zikr qiladi va Qur'on hamda zikr bilan mustahkamlangan. So'ng sehrgar aytadi, men tavba qildim va Alloh taologa qaytdim. Kim Allohning himoyasida bo'lsa, shaytonlar unga yaqinlasha olmaydi. Unda kunini namoz va Qur'on bilan o'tkazadigan odam haqida nima deysiz?